Ertaga ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 15-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra dushanba kuni qator hududlarda qor yog'ishi mumkin. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0,5 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga qorga aylanishi mumkin. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi va kunduz 0,5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarga qorga aylanishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 5-10 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, tuman tushishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi va kunduz 0,5 darajalik bo'ladi.